Xo'sh, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Nodir aka YouTube kanalining obunachilari, xo'sh, Chiroqchi mashina bozori hafta kuni bilan 24-dekabr sanamiz. Yangi yil oldi, bayram oldi. Bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib, videoga kuzatib, podishkada bo'lingizlar. Nasib bo'lsa, biz yilda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Qo'limizdan kelgancha shu egasi ruxsat berganlardan, har xil mashinalardan, Cobalt to'g'risi Cobaltdan, Gentra bo'lsa Gentra, Nexia bo'lsa Nexiadan sizlarga video syomkalar taqdim etamiz. YouTube kanalimizni pastki tomoniga o'tib turib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, shu Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Har xil xizmatlarimiz bor. Uyda o'tirgan holda mashina sotaman, uyda o'tirib mashina olaman deganlaringizga ham xizmatlarimiz bor. Qani boshladik videomizni, bo'lmasa podishkada bo'lingizlar, nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Aka, zo'rmisiz? Xo'sh, Lacetti mashinasi kimdan ekan bu? Egasi yo'qmi? Qaysini? Nivani. Niva mashinasidan kecha o'zi bir obunachimiz so'rovdi, aka, Nivalardan, shu 09lardan ham chiqaravering deb. Xo'sh, qayerdan mashinasi aka bu? Yakkabog' tumanli mashinasi. Xo'sh, bu nechinchi yil aka buning? 2016 yilda ishlab chiqarilgan, yili yangilardan Niva mashinasi. Mashinaning turgan holati mana hurmatli obunachilar. 4 ta balonlar yab-yangi, 4 ta balonlar yab-yangi, sakadiska. Xo'sh, mexanikami bu aka bu? Mexanika. Menimcha Nivaning avtomati bo'lmasa kerak, yo'q. Mexanika korobkadagi Niva mashinasi. Kraskalar 116 ming yurgan. 116 ming yurgan kraskalar top toza deyapti akamiz. Buni narxi nech pul deyapsiz aka buni? Narxini 120 deyamiz, kelishamiz. 120 ming. Tog'liklar bo'lsa qo'yga, otga barter ham qo'raveramiz aka. Ha, tog'liklar bo'lsa qo'yga. 1 pul minilgan mashina. Rais bo'lgan mashina. Rais bo'lmingan deyapti. Barter ham bo'laveradi deyapti. Qo'yga, otga, molga farqi yo'q deb turib aytayapti. Kraskalar top toza. Tog'liklarni misol uchun pul qilolmayman desa. Shunday 2016-yilda ishlab chiqargan, yili ham yangi. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 593 46 56 593 46 56. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Niva mashinasi holati zakonda turibdi ekan, ichkarida shu Hoji bobo turibdi ekan. Endi ularni olib yotmadik. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizni davom etamiz. Egalari ruxsat berganlaridan. Xo'sh. Bozorda odam ko'p, bu tomonlar ham bozor bo'lib ketgan. Mana bozor, Chiroqchi bozori juda katta bo'lib ketgan. Xo'sh, egalar ruxsat berganlardan bir qator sizlarga videoni taqdim etamiz. Xo'sh, Lacetti kimdan ekan bu? Sizdanmi? YouTube'ga qo'yaveraylikmi aka? Qo'ying. Qayerda mashinasi bu? Toshkentdakimi? Xo'sh, Toshkentda mashinasi, Lacetti mashinasi 1.8 da oppoq rangda. Xo'sh, konditsionerlari bor, ha? Bor. Konditsionerlari bor, ABS-chi? ABS tormozlari ham bor. Xo'sh, konditsionerlari bor, ABS tormozlari bor. Motor xatolar qanday aka buning? Zo'r motor. Motorlar yog' yemaydimi? Yo'q. 1.8larda ko'pchilik aytadi-da, motorlari ozroq yog' yeydi deb turib, baribir ma'lum miqdorda kamaytiradi deydi, 100 gram, 200 gram. Yo'q, bunda unaqa emas. Benzinda yurgan haligacha benzin. Haligacha benzin, ha, gaz qo'yilmagan. 2012-yil. Yili 240 ming probek. 240 ming probek, mashinaning turgan holati. Kraskasi toza. Kraskalar top toza. Sakadiskachalari bor. Xo'sh, salonlar holati mana hurmatli obunachilar. Xo'sh, poliklar qilingan, chihol qilib olasizlar. Malibu rullar qo'yilgan. Xo'sh, yurganlarni akamiz o'zi ma'lumotlarni berib aytdi. Lacetti so'ragan obunachilarimizga mana Lacettilardan Toshkentda mashinasi ekan, benzinda ekan mashina. Mana bu tomondan turgan holati mashinaning. Kraskalarini toza dedingiz aka buni? Kraskasi toza. Kraskalarini top toza deyapti. Bir tomchi kraskasi yo'q. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin, ha? Bemalol ustalarini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Pulini qancha deyapsiz buni aka? $7,000. $7,000, ha? $7,000 qancha bo'ladi so'mga? 84 million. 84 million bo'ladi. 84 million deyapti-ku, kelishtirib beramiz. Bozor nech pul qildi? Nech pulga bermadingiz? Bozor 6,5 ming so'rashdi. 6,5 ming so'radi. 6,5 ming naqdga so'radimi?
6,5 ming naqdga so'radi, bermadim deyapti. Buni variantlari qanday variantlari bor? Naqdga sotamiz. Faqat naqdga sotasiz, ha? Pul zarur. Faqat naqdga sotamiz deyapti. Pul zarur deydi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 97lik 97lik 282 282 84 84 18. 18 akamizga telefon qilib savdolashib olishlar. Rahmat aka, charchamang bozorga. Bo'ldi aka, bitta bo'lmasa ikkitasini ham olib qo'yaveramiz. Farqi yo'q. Qayerda mashina bu? Matizni olish kerak, Matizni. Bo'ldi, Matizni ham olamiz, hozir buni olib qo'yaveraylik. Yegasherda bu. Qayerda mashinasi? Mana shu qishloqda mashinasi. Xo'sh, 07 mashinasi mana hurmatli obunachilar. Yakka nomer. Necha buni, yili necha buning? Yili nechi buni? Beraki 2007. 07 so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi 07 mashinasi. Motor hadovoylari qanday? Motor hadovoylari zo'r deyapti. Injektor motorda. Karburator emas, injektorli motorda. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Salonlar holati. Mana hurmatli obunachilar. Salonlar holati. Mashina tayyor holatda, motor hadovoylarida ishi yo'q deyapti. Ko'ringlar, 07 olaman degan obunachilarimizga. Bu qancha baho qo'yapsiz? Xo'sh. Nech pul deyapsiz buni aka? 30 million deyapsiz. Nech pulga bermadingiz bozorda? 23 millionga bermadingiz, ha? Generalni ham qilib beraverasiz, ha? Generalni ham qilib beraveraman deyapti. 23 millionga bermadim deyapti. 10 million puli borga ham sotaverasizmi? Qolganini variant qilib beraman desa. 10 million pullaringizni ham qolganini variantga qilib bersalaring beraveramiz deyapti akamiz. Kraskalari qanday buning? Kraska polni bo'lgan. Ha, polni bo'lgan, ha, kraska polni bo'lgan deyapti. Balonlari endi balon almashtirib olasizlar o'zlaring. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 88lik 803 0494 akamizga telefon qilib savdolashib olishlaring mumkin. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizni davom etamiz. Qaysi Matiz'ni qo'yib qo'yish kerak edi? Mana shunimi? Xo'sh, Matiz mashinasi propandami aka bu? Xo'sh, propanda, mana. Hurmatli obunachilar, motorlar holati, propan gazlari bor. Motor hadovoylari qanday aka? Ishi yo'qmi motor hadovoylari? Faqat minish kerak. Faqat minish kerak. Yilini necha dedingiz? 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Qayerda mashina? Kitob tumanining mashinasi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinasi. Xo'sh. Saka diskachada qo'yilgan, balonlari yangi charm balonlar qo'yilgan. Salonlar holati mana super salon, Pioneer magnitofon. Mers rollar qo'yilgan, polik chihol qilingan, mashina tayyor holatda. Xo'sh, tablolar ham qoraytirilgan. Mashinaning orqa tomonda turgan holati. Aka, bu Beastmi bu? Beast mashinasi. 4 portion bu? 4 portionli Beast mashinasi. Kraskalar qanday aka buni? Kraskasi shopir tomonining eshigiga bor. Shopir tomonining eshigiga bor deyapti. Yurganini qancha dedingiz? 169. 169 ming halol yurgan, ha? 169 ming halol yurgani. Dehqondanmi tirikchilikmi? Dehqondan, ha? Dehqondan deyapti. Pulini qancha deyapsiz buni? Pulini 45 deyapman, kelishadigan joyi. 45, ha. 45 million. Mashina o'zi sakonni turibdi ekan. Endi puliga yarashadi endi mashinalar, to'g'ri shunday. Endi yaxshiroq mashinalar qimmatroq bo'ladi, charchaganroq mashinalar arzonroq bo'ladi. Generalni ham qilib beraverasizmi? Generalni ham qilib beraveramiz deyapti. Bu qanday variantlarga? 20 million puli borlarga ham telefon qilishaversinmi, gaplashaverasizmi? 20 million pulim bor, qolgan 40 million, 45 millionlarini aka bir oyda qilib beraman, 2 oyda qilib beraman, yoki bo'lmasa molim sotib qilib beraman, qo'yim sotib qilib beraman deganlarga ham kelishaverasizmi? Telefon qilishaversinmi? Telefon qilishaverar ekansizlar. Bemalol 20 million pullaringiz bo'lsa, Matiz olsalaring olaman degan obunachilar mana Zakonni boyavoy Matiz mashinasi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91lik 91lik 320 320 26 21. akamizga telefon qilib savdolashib olishlaring mumkin. Rahmat, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, videomizni davom etamiz. Bu tomonda hozir bu tomonga qarab yuraylik. Bu tomonda xo'sh, mana shu tomonda shu Cobalt mashinasi bor ekan. Shuni bitta ko'rsatib o'taylikchi. Bo'ldi, hozir bu kimdan ekan bu? Egasi yo'qmi? Xo'sh, egasi ruxsat berganini tushiraveraylikchi. Xo'sh, Nexia 3 Ravon mashinasi mana motorlar falan, konditsionerlari bor. ABS yo'q-a buning? ABS bor. ABSlari ham bor, deyapti, metan balonlari bor, xo'sh, gazlari bor. Xo'sh, motor hadovoylari qanday aka buning? Hadovoy motor hammasi gap yo'q.
Yeri nechi? 19. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Bolani mana. Nexia 3 mashinasi. Balonlari, diska balon qo'yildi. Xo'sh. Diskachalar qo'yilgan bunoqchi. Balonlar holati qanday holatda? 4 ta balonlari o'rtacha holatda mana diskachalar qo'yilgan. Qayerda mashina aka bu? Qarshi shaharda mashinasi. Mana salonlar holati. Arqalari. Xo'sh, arkasini hozir ochib qo'yaylik. Mana polib chiqar qilingan mashina tayyor holatda. Arkasi ochilgan ekan. O'ltirusi mana metallari bor. Zapaska damkat balon qo'yish hammasi joy-joyida. Zapaskalar hammasi. Zapaska damkat balon qo'yish hammasi joy-joyida. Xo'sh, Qarshi shahar mashinasi, hurmatli obunachilar, Nexia so'raganlar, ko'ringlar mana. Yaxshilardan 2019 ekan yili. Xo'sh, aka necha ming yurgan dedingiz buni? 128 ming. 128 ming yurgan ekan. Kraskasi ana shu yerda bor deyapti akamiz. Hozir bir olaman degan klientimiz keladi, ko'rsatyapti kraskasini. Ko'ringlar mana Nexia 3 olaman degan obunachilarimiz. Boshqa joyda kraska yo'q aka? Boshqa joylarda kraska yo'q deyapti. Pulini nech pul deyapsiz buni aka? 95 dami 90 bo'ladi. 95 milliondan 90. Bozor nech pul qildi? Qanchaga bermadi? 80 qilishyapti. 80 millionga bermadim deyapti. Variantlarga ham chiqarib berasizmi buni? Qancha puli bor telefon qilishaversa? Bittasi 60 million qildi. 60 million puli bor ekan. To'raga so'rab, sal ketishdi. To'raga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 95lik, 95lik 185, 185 38 18. 38 18. Akamizga telefon qilib savdolashib olishlaring. Buda qanday kanalda? Nechi? 183. 85 to'g'rimi? 83. Ha, 183 ekan boshi. Yaqinga Rossiyadan keldim nomerini. Akamiz bilan bemalol kelishsa bo'lar ekan. Telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Akamiz variantga ham farqi yo'q. Lubay yo'liga chiqaveradi deyapti. Nodir aka deb turib yozsangiz chiqaveradi voy. Xo'sh, videomizni boshladik. Savdo bo'lyaptimi aka? Savdo bo'lyaptimi? Qanchaga sotyapsiz? 18 million deyapti ekan savdo bo'layotgan joyidan. Baland narxi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib, kanalimizni patishkada bo'lib turinglar. Xo'sh. Sizni mashinangizmi? Hokim buva mashina. Hokim buvaniki, hokim buvani mashinasi ekan. Xo'sh. Oching buni oldini. Ko'tarib qo'yingchi mana o'zini. 2020 yili. Ko'tarib qo'yingchi bu. Xo'sh, 2020 bu. Mexanik avtomat. Mexanika mashinasi 2020-yil buvamizning mashinasi ekan. Xo'sh, ma'lumotlarni berib o'tingchi, motor hadoylari qanday aka buni? Hadovoy zo'r. Aha. Xo'sh, 180 ming yurgan mashina. 180. Halol yurgani. Halol yurgani. Orqa eshikda bitta joyi bor deng. Bir joyida. Ha, bir joyida. Buni aytavering to'g'ri. Metani bor deng. Aviz hamma joyiga. Qayerda mashinasi? Ko'ydalarniki? Udalaniki. Ko'ydalarning mashinasi. Akamiz ma'lumotlarni aytib o'tdi. Mana motorlar holati mana. Konditsionerlari, avizlari bor, ha? Konditsioner, avizlari hammasi joy-joyida ishlaydi. Motor hadovoylarida ishi yo'q deyapti. Ko'ringlar, balonlari o'rtacha holatda. Xo'sh, kraskalarning hammasini tushuntirib aytdi. Mana salonlar holati, hurmatli obunachilar, mana. Xo'sh. Aka buni nech pul deyapsiz buni? Buni 120 deyamiz, kelishtirib beramiz. 120 million. Nech pulga bermadingiz bozorda? 110 millionga bermadik. Naqdga bermadingizmi? Narx pulga. Generalni ham chiqarib beraverasiz. Generalni ham chiqadi. Generalni ham chiqarib beraveraman deyapti. 110 millionga bermadim deyapti. Variantlarga bormi yo'qmi? Variant 50 million bersa, qolganini mayli choy o'rtaga beramiz. Ana 50 million bersalaring, qolganini choyda 4 oyda qilib bersalaring ham bo'lar ekan. Akamiz bilan kelishsa bo'lar ekan. Nasibsa hurmatli Moskvadagi mana xorijdagi bolalarga hammasiga nima qilavering, tavsiya qilaveramiz. Moskvada endi ishlab kelayotganlar aka mashina olaman deb turib aytayotgan bolalar ham ko'pda. Shu biz obunachilarimiz ham shunday aytyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93lik 931 1300. 1300 akamizga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Shunda ismingiz kim? Davron aka deb turib telefon qilishaverasizlar. Akamiz bilan savdolaringiz bemalol bitadi. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Nodir aka YouTube kanali. Mashinani endi Ha, shunday. Xo'sh, hurmatli obunachilar, xo'sh, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib, videoni kuzatishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.